Past perfect continuous. O'tgan tugallangan davomiy zamon. Strukturasi positive formga subject plus had plus been plus verb ing plus object. I had been reading a book for 3 hours before my friend called. Do'stim qo'ng'iroq qilguncha men 3 soatdan beri kitob o'qiyotgan edim. Negative form subject plus had plus not plus been plus verb ing plus object. I hadn't been reading a book for 3 hours before my friend called. Do'stim qo'ng'iroq qilguncha men 3 soatdan beri kitob o'qimayotgan edim. Question form had plus subject plus been plus verb ing plus object. Had you been reading a book for 3 hours before your friend called? Do'sting qo'ng'iroq qilguncha sen 3 soatdan beri kitob o'qiyotgan edingmi? When and where do we use it? Qachon va qayerda ishlatamiz? Birinchi holat. O'tgan vaqtda biror bir ish harakat uzoq davom etganini ifodalash uchun ishlatamiz. They had been working at the hotel for 5 years before they moved. Ular ko'chib ketishlaridan oldin 5 yil davomida mehmonxonada ishlagan edilar. Ikkinchi holat. O'tgan zamonda sodir bo'lgan boshqa bir harakatdan oldin uzoq davom etgan harakatni ifodalash uchun ishlatamiz. I had been reading a book for an hour when my phone rang. Telefonim jiringlaganida men 1 soatdan beri kitob o'qiyotgan edim. Uchinchi holat. O'tgan zamondagi biror bir ish harakatning natijasi sezilayotgan bo'lsa. She was tired because she had been running. U charchagan edi, chunki u yugurayotgan edi. Keywords, kalit so'zlari. Before, biror voqeadan oldin. Since, ma'lum bir vaqtdan beri. For, ma'lum bir vaqtdan beri. Ma'lum bir vaqt davomida for. Qancha vaqt davom etgani. Hop. Past perfect continuous zamonimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu zamonga ham 5 tadan pozitiv shakliga misol tuzamiz.